Detskiy kiyimlar skladiga keldim. Optim narxda 2 yuandan boshlanadi, 15-27 yuangacha. Kiyim sostoyaniyasiga, stiliga, modasiga qarab turib narxi ko'tarilib boraveradi. Guanzhouda eng katta skladdaman. Mana shu yerda bozorga kelib, skladlarini kirib ko'rishlaringiz mumkin. Tovarni. Hamma tovar bor. Взрослый, детский, мужской, женский. Arzon tovarlar bilan kim biznes boshlamoqchi bo'lsa, Kitay so'zini yozib qoldiringizlar. Kitayga kelishga sharoitingiz bo'lmasa, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya bo'ylab aytgan manzillaringizga eltib beramiz. Sharti mening kargoyimdan foydalanish. Qo'limdagi sviterlar 15 yuandan 7 yuangacha narxi. Kачествоsi juda ham zo'r, yangi birkasi bilan. Kelmoqchi bo'lganlar, agar yo'lni bilmayman desalaringiz, polniy adres qayerda nima sotilishini o'zim tushuntirib beraman. Kitay so'zini yozib qoldiringizlar. O'zimdek soddagina qilib tushuntirib qo'yaman. Qanday qilib Xitoyga kelib, arzon kelib, tovarlarda arzon olib, tovarlarda arzon jo'natishlarda o'zim o'rgataman. Biznes boshlamoqchilar, men bilan birga biznes qilishlaringiz mumkin. Aytgan tovarlaringizni aytgan manzilingizga jo'natib beraman. O'zim shaxsan WeChat adreslar hammasi menda bor. Kimga kerak bo'lsa, Kitay so'zini yozib qoldiringizlar. Подписка